Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Eng og'ir kunimda O'zbekistondan quvg'indi bo'lgan joyimda Yig'lamay, yo'q, iflos, yig'lamay, yo'q. Og'ir kuningda turibdi. Ko'rdingmi? Do'st og'ir kunda bilinadi. Sen xursandchilik kunida turmading-ku, isqit. Xursandchilik kunida bir og'iz aytib qo'ymading-ku. Nimaga aytmading, bilasanmi? Chunki $65,000 mashina oldida. Sen nima qilding? Shuncha pul to'yib, $1 million pulim bor. Sen shu o'zingni auditoriyani aldirasan, $1 million pulim bor. 100,000 ta like bo'lsa ko'rsataman deb. Hali Furqat akaga ehson qilishding. Qani ehsonni puli? Furqat aka hali ham yuribdi. 1 yil o'tyapti o'sha. 20,000 yana kerak, 30,000 yana kerak deb. Nima bo'lyapsan? Nima yig'layapsan? Seni onangdan kelganlarga sher urib yuribsan-ku? Nima bo'pti? Aktiv uchun gapirgandir. Nima endi? Seni yomon ko'rgan odamlar seni yoningda yurish kerak emasmi? Sen kibriga berilding, o'sha sen sinasan yaqin.